O'zinglarni zıqli kebab chiqaryapman deb davransanmay mafilni to'liq ko'rib chiqing. Zıqli qo'y go'sht kebabdan belli qilish darsligi yo'llandi. Mazmundan to'liq ko'rib foydalanib qoling. Yulduz belgisini bosib mazmunni saqlab qo'ying. Oldi bilan qo'yning oq parchoq go'shtidan 1 kilogramm go'shtni va 200 gramm mayni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin dasga solib olamiz. Arqadan yarim tal piyozni ushcha qarata chanab go'shtni ustiga solamiz. O'zingiz aytgan eng yaxshi chiqqan kebab taomlarining rasmini inkas rayonida qoldirib boqing, kimdan chiroyli chiqdi ekan. Mana dasdagi go'shtni ustiga to'g'rab olgan bosh piyozlarni solib oldik. Endi buningga 10 gramm atrofi tuz solamiz. Yerlik bo'lgan so'qilgan zirdan 3 gramm kebabning belli xuruchidan 10 gramm solamiz. Az miqdorda piyoz suvi quyib o'tgandan keyin takshi holatda aralashtirib dori-damak va tamxurishlarni yeyishtirib olamiz. Kebab shavqa o'gitib qo'ying deyotgansizlar, shunda o'gitadigan filmdan yo'lasak bir ata yurakni basmayotgansizlar, yurak alt raqamlarni yulduz belgisini cho'qim besib qo'ying. Arqadan bir qo'shiq qo'noq uni, bir qo'shiq tinjiqroq bug'doy uni solib, yana takshi holatda aralashtiramiz. Ammo shundoq kebabchilar shavqachilik hunarlariga qiziqmaydigan ishki raqamlarni men shuni o'rgansam bo'ldi deganlar 3 raqamlarni yo'llab qo'yinglar. 2 soat atrofida tamlantirib qo'yib qo'ygandan keyin ziqlaydigan chaqda bir tal tuxumni chaqib takshi holatda aralashtirib o'tgandan keyin ziqlaymiz. Tuxumni oxirida chaqib aralashtirgandan qanday foydali tarbi bor bildiganlar inkas rayonida qoldirib qo'ying. To'g'ri topa olgan do'stlarga 1 kilogramm kebab do'risini men maxsus sovg'a qilaman. Shunga o'xshash o'lchamli holatdagi ziqli kebab, tunur kebab shavqalarning tanishilgan xurj lozimlar 187 99 17 81